Salom do'stlar, siz bilan O'zbegim TV kanali. Bugun e'tiboringizga 2023-yilda ishlab chiqarilgan, Mening go'zal baxtsizim deb nomlangan drama va romantika janridagi filmning qisqacha mazmuni bilan tanishasiz. Do'stlar, bundan ham zo'r filmlarni ko'rishni istasangiz videoga like bosib kanalga obuna bo'ling. Filmning to'liq qismini kommentariyadagi Telegram kanalida tomosha qiling. Tanishing, bu qizning ismi Ebbi. U sirli va erishib bo'lmaydigan birinchi kurs talabasi bo'lib, u o'tmishidan qochishni istaydi. Bir kuni dugonasini ko'chada ketayotib, to'satdan uchratib qoladi. Qolaversa, ular bitta kollejda birga o'qishlarini bilib olishadi. Keyin ular qizlar yotoqxonasiga borishadi va u yerda biroz suhbatdan so'ng dugonasi Mason uni tunda o'tkaziladigan yashirin janglar qarorgohiga olib boradi. Qiz boshida ozgina tortinadi va dugonasi uni o'sha shouga olib boradi. U yerda faqat ko'cha bezorlari pul uchun jang qilishar edi. Keyin qiz to'satdan kelishgan va baquvvat yigitga urilib ketadi va qiz uning jang qilishini ko'rib, yuragini tubida jangchiga nisbatan nimadir paydo bo'ladi. Jangchining ismi Travis. Uni yirtqich hayvon desak ham bo'ladi. Lekin u qizlarni sevishini bilmaydi, faqat paqillatadi xolos. Xuddi paypoq almashtirgandek almashtiradi. Jang tugagandan so'ng qiz yotoqxonasiga keladi va dushga kirib olib, o'zi bilan o'zi Travisni jangini eslab, xullas tushundingiz. Ertasi kuni dugonasi bilan suhbatlashib o'tirganida Travisning do'sti Masonning sevgan yigiti ularning oldiga keladi va Ebbi Travis haqida undan so'raydi. Shu payt Travis paydo bo'ladi va qizga gap tashlaydi. Qiz esa unga ko'nglimdagi yigit emassan deb rad javobini beradi. Dars paytida esa Travisning Instagramga kirib, uning suratlarini tomosha qilib turganida, uning orqasida Travis kuzatib turgandi. Qiz hijolat bo'lib ketadi. Qizni qarshiligiga qaramay, ular ko'p tortishadi. Keyin Travis soat 20:00 da olib ketaman deb qizni ovqatlanishga taklif qiladi. Bir necha kun o'tgandan so'ng qiz dugonasi bilan bir uyda birga yashashga qaror qiladi, lekin Travisni yurdaligidan xabari bo'lmaydi. Dugonasi Ebbini qolishga ko'ndiradi va shu payt qiz xayol surib turgan paytda ayol kishining baqiriq ovozi eshitiladi. Keyin Ebbi ovoz tomon boradi va eshikdan mo'ralagan paytda Travisni jinsiy aloqa qilayotganini ko'rib qoladi. Qiz o'zini olib qochadi va Travis bilan jinsiy aloqada bo'lgan qiz Ebbini oldiga keladi va kirishing mumkin, u bo'shadi deb aytadi. Qizning xayoliga har narsalar keladi va Travis uning oldiga kelgan paytda qiz qo'rqib ketadi. Ebbini uxlashi uchun Travisning xonasidan boshqa xona yo'q edi. U Travisning xonasida uxlashga majbur bo'ladi va ikkisi hech qanday jinsiy aloqa bo'lmaydi deb bir-birlariga so'z berishadi. Ertalab Travisni mixi sakrab ketgan paytda Ebbi tush ko'rayotgandi va uning mixini ushlab olib har xil gaplarni gapiradi. Travis qizdan qo'lini olishni so'rasa ham, u tush ko'rayotganligi uchun qo'lini olmaydi. Bir payt o'ziga keladi va baqirib yuboradi. Bundan tashqari o'sha kuni imtihoni borligi uchun tungi kiyimda shokka tushgan holda uydan chiqib ketadi. Ko'chada bir yigitga to'qnash keladi va Travisning jig'iga tegish uchun u bilan tanishadi. Keyin ular birgalikda janglar shousini tomosha qilishgani borishadi. Ebbi Travisning jang qilishini bilib, u yerdan chiqib ketmoqchi bo'lgan paytda u Travisga to'qnash keladi. Travisning raqibi juda kuchli bo'lganligi uchun qiz unga jang qilmasligini aytadi. Keyin ikkisi spor o'ynashadi va Travis qizga agar yutsam sen men bilan 3 oy birga, bir xonada, bir kravatda birga men bilan yashaysan deb shart qo'yadi va ikkisi kelishgan holda spor o'ynashadi. Jang boshlanadi. Travis raqibini bir necha minutda uxlatib qo'yadi. Jangdan keyin Parker bilan xarlashayotganida Travis keladi va Parker uni ko'rib qo'rqib ketadi va qizdan tezroq mashinadan tushishni so'raydi. Ikkisi bir necha hafta jinsiy yaqinlik qilmasdan birga yashashadi. Keyin Travis qizni oila a'zolari bilan tanishtirish uchun qishloqqa olib boradi. Birga o'tirib ovqatlanishadi va Travisning aka-ukalari qimor o'ynashni boshlashadi. Qiz ham ularga qo'shiladi, kartani ajoyib qilib o'ynatadi va ularning pullarini yutib oladi. Keyin Travisning otasida qizga nisbatan shubha paydo bo'ladi. Ular qizdan poker o'ynashni qayerdan o'rganganligi haqida so'rashganda, qiz Las Vegasda deb javob beradi. O'sha paytda qiz va uning otasi o'sha shaharda poker o'yini bo'yicha nom chiqargan bo'lishadi. Hattoki qizning o'sha paytdagi laqabi Lucky Unish deb gazetalarda tarqalgan bo'ladi. Qiz juda mashhur bo'lganligi uchun Travisning oilasi u bilan suratga tushishadi. Ular ortlariga qaytishgandan so'ng ikkisi hazil-huzul qilib bir-birlaridan bo'sa olishadi. Lekin Travis endigina mixini tiramoqchi bo'lganida qiz qarshilik qiladi. Travisning jahli chiqib xonadan chiqib ketmoqchi bo'lganida qiz uni to'xtatadi va yana ikkisi bir-biriga tarmashadi. Qizni ixtiros kelgan paytda hushtak chalgisi kelib qoladi va hojatga chiqib ketadi. Qiz xonaga qaytmaganligi uchun Travis unga kelgan xatni o'qib oladi va tashqariga chiqib ketadi. Qiz nima bo'lganini bilib, uning ketidan izlab chiqib ketadi. Ertasi kuni Travis uyga qaytadi va qizga nima uchun sen hali ham shu yerdasan deb baland ovozda gapiradi. Qiz esa unga tuni bilan seni o'ylab xavotir oldim deb aytadi. Keyin Travis unga kelgan xat haqida gapiradi. Qiz unga xat otasidan kelganligini aytadi.
Keyin Travis undan uzr so'raydi. Qiz esa undan jahli chiqib, uydan chiqib ketadi. Tungi вечerinkada ikkisi uchrashib qolishadi. Qiz juda ko'p ichib yuborganligi uchun Travisga yoqmaydigan so'zlarni gapiradi. U qizni tinchlantirib bir-birlaridan bo'sa olmoqchi bo'lishganda, qiz uning yuziga qusib yuboradi. Keyin Travis qizni uyga olib keladi. Bu orada qizga otasidan qo'ng'iroq bo'ladi va Las Vegasga qaytishini so'raydi. Ertasi kuni ertalab qiz uyg'onadi va Travis unga kofe olib keladi. O'sha kuni ular o'ynagan shartni oxirgi kuni edi. Keyin qiz Travisdan oyoqlarini massaj qilib qo'yishni iltimos qiladi. Bu yog'i esa asta-sekin jinsiy aloqa qarab boradi. O'rtalarida romantika va ajoyib jinsiy aloqa bo'lib o'tadi. Qiz kollejga kirib ketayotganida gelik mashinasi to'xtaydi va qizga "Otang bizga katta pul yutqazib qo'ygan, uning hayoti xavf ostida. Sen biz bilan ketishing kerak" deb aytishadi. Qiz Travisga xabar qoldirmay ular bilan ketishga majbur bo'ladi. U otasi bilan uchrashganda, otasi unga $100,000 yutqazib qo'yganini aytadi. Qizga mehmonxonadan joy berishadi. Qiz o'ziga oro berib, chiroyli ko'ylak kiyib Las Vegasdagi qimorxonaga boradi. Bu yerda qiz bir necha erkaklar bilan poker o'ynab, ularning $100,000 dan ko'proq pullarini bir necha soatda yutib oladi. Peshkalarni olib chiqib ketayotganda, uni aqrani tanish to'xtatib qoladi. Qimor faqat 21 yoshdan kattalar uchun bo'lganligi qizga pand beradi. Uni yoshi yetmaganligi uchun undan peshkalarni olib qo'yishadi. Keyin qiz otasiga qo'ng'iroq qilib, qo'lga tushganini aytadi. Otasini qarzdor qilgan odamlar bilan gaplashib turganda, Travis qizni izlab kelib qoladi va qo'riqchilarni kaltaklab, qizni mehmonxonaga olib ketadi. Travis unga xalaqit qilganligi uchun qizni undan jahli chiqadi va Travis unga sevishni aytgandan so'ng qiz o'zini tutib tura olmaydi. U bilan jinsiy aloqa qilishni istab qoladi. Birgina jinsiy aloqani deb ular hamma joyini rasvosini chiqarishadi. Qiz uxlab qolgan paytda unga mafiya boshlig'i qo'ng'iroq qiladi. Go'shakni Travis ko'taradi va ular bilan gaplashadi. Travis faqat jang qilish orqali pulni ularga qaytarmoqchi bo'ladi. Abby xabar topib, jang bo'ladigan klubga boradi. Parkovkada qiz otasini ko'rib qoladi va u aldanganligini tushunib bitadi. Otasi qizining mahoratidan foydalanib, o'zini qarzdor qilib ko'rsatganini tushunadi. Travis jangga kirishadi va uning raqibi undan ancha kuchli edi. Kaltak yedi va vaqtiga yong'in chiqib, kaltakdan qutulib qoladi. Qiz esa hammasi uyushtirilganini, otasi yolg'on ishlatganini aytib beradi. Film esa mana shunday yaxshilik bilan tugaydi.